Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni kuzatuvchilarimiz kanalimizga xush kelibsiz. Erni ayoliga muhabbatli qilish uchun 3 ta duo mavjud. Har bir ayol eri uchun yaxshi ko'rishligini xohlaydi. Er-xotin o'rtasida muhabbat bo'lmasligi oilaviy hayotni zerikarli, sovuq qilib qo'yadi. Hayot va shavqli va zavqli quvnoq bo'lishi uchun er va xotin o'rtasida muhabbat birinchi o'rinda juda ham zarurdir. Erining muhabbatini qozonish uchun biror duo bormi deb so'ragan savollarga javob ha, bunday duo bor. Bu birinchi duo. Imom Abu Dovud Hokim Tabaroniy rivoyat qilgan sahih hadislarda mana bu duo Mas'ud roziyallohu anhuga o'rgatilganlar. Men duoni ekranda to'liq yozib qoldiraman, ekrandan bemalol olishingiz mumkin. Ma'nosi esa: Allohim qalblarimizni ulfat qil va oralarimizni isloh qil. Salomatlik yo'llariga bizlarni hidoyat qil va bizlarni zulmatlardan nurga chiqishlikka najot ber va bizlarni zohir bo'lgan va yashiringan buzuqliklardan saqlagin. Bizlarga eshitishligimiz va ko'rishligimiz va qalblarimizni, juftlarimizni va farzandlarimizdan barokat bergin va tavbamizni qabul qilgin. Albatta sen tavbalarni ko'p qabul qilguvchi o'ta mehribonsan va bizlarni ne'matlaringga shukr qilguvchilardan va unga ne'mating sababidan senga sano aytadiganlar va uni ne'matingni qabul qilinadiganlar va qil va uni bizga tamomiy qilgin deb mana bu tarjimasi hisoblanadi. Tarjimasidan ko'ra men sizlarga arabchasini mana ekranda yozib qoldiraman. Uni skrinshot yoki o'zingizga saqlanib qilib olishingiz mumkin va kommentariyaga ham duoni yozib qoldiraman. Ikkinchi duoni ham mana bu yozilishda bo'ladi. Ekranga yozib qo'yaman va men tarjimasini o'qib berishga harakat qilaman. Allohim, meni erimni ko'zida go'zal qilgin va meni erimning qalbiga sevdirgin va menga erimdan soliha zurriyot rizq qilib bergin. Allohim, bizga va'da qilganing kabi senga duo qildik va bizni duoyimizni ijobat qilgin. Allohim, meni erimning ko'zlarida nurli qilgin deb mana ikkinchi duo. Ekraningizda yozib qoldirilgan ikkinchi duo deb nomerlab qo'yganman. Bunisi ozgina qisqaroq, birinchi duoga qaraganda ixchamroqdir. Va uchinchi duoni men sizlarga tarjimasini o'qib beraman va arabchasini ekranda yozib qoldiraman. Bu duoning ma'nosi: Allohim, men bilan erimning orasini murosiga keltirgin va bizni yaxshilikning ustida jamlagin. Allohim, erim meni uchun go'zal va ko'zlari uchun quvonchli qilgin. Allohim, men va erimni uchun birgalikda saodatli qil va bizni yaxshilikning ustida birlashtirgin. Allohim, meni erim uchun o'zi yaxshi ko'rganidek qilgin va erimni men uchun yaxshi ko'radiganlardan qilgin. Biz o'zing yaxshi ko'radigan qo'llaring kabi biz bizga yaxshi ko'radiganlar va sen yaxshi ko'radiganing kabi soliha zurriyotlarni rizq qilib bergin deb uchinchi duoyimiz ham tugaydi. Bemalol ekranlarda o'zingizga duolarni saqlanib qilib olsangiz bo'ladi. Albatta buni ixlos bilan har kuni ertalab va kechqurun o'qiladi va qo'lingizdan kelgancha o'qib yuringiz. Biz sizlarga internetdan yaxshi ma'lumotlarni o'qib berishga harakat qildik. Kanalimizga obuna bo'ling va bizlarni kuzatib boring.